Dada mashinangizni sotsa nechi pulga ketadi? Ha, 30 ming dollarga ketadi o'g'lim. Bir urib 3 mingga ham ketmaydigan qilib qo'ydi. Ha, zarar ko'randa sen meni qo'yib o'ran qilasan bir. Evet, kitebre. O'la qo'rqtording he. Dada jo'jalarga suv beraman deb benzin berib qo'yibman. Xudoy chiqib tinchlik bo'lsin-da. O'z zarar ko'randa jo'jalarga nima bo'ldi keyin? Dada jo'jalaringiz benzin ichgandan keyin qisa anomal issiqda reaksiyaga kirishib olov purkayapti. Drakon bo'lib qoldi jo'jalaringiz. Bu zarar ko'randa jonimdan jah to'ydirdi. O'ldirishga qo'ysa nechi pul ketarkin-a? Kattalardan hech kim yo'q ekan, mibdan kelish shekilli. Kim bor, qarab boringlar. Dada gazdan kelishdi. Keling. Yaxshimiz. Dada meni to'kurdi. Ha, zarar ko'randa yana nimani boshlading? Yangi olgan elektromobilingizni transformatorda zaryad qilaman degandim. Transformator portlab ketdi. Elektromobilingiz ham bang portlab ketdi. Keyin hali urushtirib yurgan dakan xo'rangiz bor-ku, uni ham to'kurdi. Jonimga chiqib ketding sen zarar ko'randa. Yo'qol.